Bularga nima yetmayapti? Bular nimani talashyapti? Bular nimani xohlaydi? Ularning yoshi bir joyga yetib qoldi. Donald Trump 79 yoshda. Vladimir Putin 73 yoshda. Mart kuni Eron raketasi Isroilning mudofaa tizimini muvaffaqiyatli yorib o'tib, Tel Aviv shahriga aniq zarbalar berdi. Bu haqda News Network nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bir raketa parchalari shahar atrofidagi Bnei Brak va Petah Tikva hududlariga tushgan. Al Jazeera telekanalining Isroil politsiyasiga tayanib xabar berishicha, hodisa oqibatida bir necha kishi yaralangan. Shuningdek, raketa parchalari Tel Aviv hududida moddiy zarar yetkazgani aytilgan. 28 fevral kuni AQSh va Isroil Eronga qarshi keng ko'lamli harbiy operatsiya boshlagan edi. AQSh prezidenti Donald Trump operatsiya maqsadi Amerika xalqini himoya qilish ekanligini bildirgan. Zarba davomida Eronning qator harbiy va fuqarolik obyektlari, jumladan Minnab shahridagi maktab ham nishonga olingan. Eronning yirik shaharlari, xususan Tehron ham hujumlarga uchragan. Operatsiya oqibatida Eron Islom Respublikasining oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomaniy halok bo'lgan. Va albatta siz bilan janozadan video lavhalar ko'ramiz. Javob tariqasida Eron Sodiq va'da to'r operatsiyasini boshlab, yaqin sharqda joylashgan AQSh harbiy bazalariga hamda Isroil shaharlariga zarbalar bermoqda. Shuningdek, Tehron Fors ko'rfazi davlatlariga ham hujum qilmoqda. Eron Qizil yarim-oy jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, AQSh va Isroil zarbalari oqibatida mamlakat hududida kamida 555 kishi halok bo'lgan. Hurmatli o'rtoqlar, Xomanaiy o'limidan oldin nima degan? Marhamat